Demak, hammaga salom. Neonline 78S Wi-Fi Black Wi-Fi'li настройка ketdi mana. Настройки. Bitta Wi-Fi sbros beraman, keyin birga teramiz. Настройки восстановлены. Так, заводской настройка bo'ldi. Endi ketdik. Wi-Fi подсвет, голос, автоприглушение, мульта. Multiradar yo'q. Bekar choladi. Язык, часовой пояс, сброс, версия, настройки автотурбо. Avtoturbo tak 70. Sababi shahardan chiqqanda polni kuchga ega bo'ladi keyin. Сигнал, GPS без звука до. Buni 10 qilib qo'yish kerak. To'xtab turganda cholmasligi uchun. Buni ham 10 qilib qo'yish kerak, bir xil turgani ma'qulroq. Допустимая максимальная. Снижайте скорость. Снижайте скорость 300, stolbani stabilni 700 yo 800 qilib qo'yish kerak. Чтобы tez kelganda uzoq, asta kelganda yaqin, u bardak narsa. Радиус удалить зоны. Udalik zona biron joyda bosilib ketgan bo'lsa, opasni zona yoki xavfli hudud deyish o'chib ketadi. Посты ДП, муляжи, засады. Zasadani o'chirib tashlash kerak. Vobshe kerak emas narsa. Лачин. Lachin marazni o'chirish kerak. Har xil Li-9 furalarga cholib jonga tegadi. Хиквиш. Mana shu Hikvision-ni ham o'chirib qo'yish kerak. O'zidan pamexasi ko'p. Bu buyoq qolgan joyida bitta sahnaga chiqib, signaturni rejim tamom. Shu bilan go'zal hayot va zakon ishlab ketadi.